O'zbekistonda Spark Matiz haydab yuradigan akalarimizga yangilikni jinnisi, yangicha ko'rinishdagi Kia Morning narxi va yili bo'yicha videoni oxirida aytib o'tamiz akalar. Bungacha videoni o'tkazib yubormaysizlar, oxirigacha kuzatib turinglar. Akalar, buni yangicha Kia Morning deyishimizga sabab hamma qismlari yangicha ishlangan. Ya'ni masalan tablo, hattoki monitori ham, airbag tizimlari ham полностью yangilangan holatda ishlangan. Avtomat korobka mashina, yangi bir qo'l haydalgan mashina. Yangicha Kia Morning deb atalayotgan bu mashinaning asosiy qo'shimcha qismlaridan biri bu lyuk hisoblanadi. Ancha-muncha Kia Morninglarda lyuk yo'q akalar. Lyuki borligi Matiz bilan Sparkdan salgina ustunligini ko'rsatib turadi akalar. Bu mashinaning ovoziga bir e'tibor berib baslar. Moydek ovozi. Yangicha Kia Morning deyilishiga sabablardan yana bittasi bu pulti. Agar pulti mashina yonida bo'lmasa, umuman yurmaydi. Zavat bo'lmaydi mashina akalar. Va undan keyingi qismda motor. Motor 1.2 motorlik, akkumulyatorlari 25-yil, konditsioner, pechka, hamma tizimlari jotki holatda ishlaydi. Balonlari ham yangidek ekan akalar. Bir qo'l haydalgani bilinib turibdi. Bunaqa balonlar Koreyada topish biroz defitsitroq. Topish mumkin, lekin narxi o'ta ham qimmat. Yangicha Kia Morningimiz полный komplekt hisoblanadi. Video registratorlarigacha bor, Hi-Pace-lari ham bor. Hi-Pace bu avtomagistrallarda ishlatiladi. Ichida albatta puli bor. Bu ishlashini ham tekshirib ko'ramiz. Rosa yarashadi-da. Buni rosa bir qiziq joyi akalar, narxi $1,500 dan $2,000 o'rtasida bo'ladi. Qarz puliga 3 million won. Agar Koreyadagi yaqin tanishlar bo'lsa, tez do'zlariga jo'natib qo'yasizlar. Kelishib qolsak, sotib ham yuboramiz.